Xayrli kun, meni obunachilarim, salomatmisiz? Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Demak, uyga vazifalarini boshladik. Uyga vazifalarni boshlashdan oldin, demak, bizni uyga vazifa degan so'zimizni o'rtaga, oxirgi yozgan so'zingizdan 2 katak tashlab, o'rtaga yozib olishni boshlaymiz. Hamda 2-sinf 45-bet, 7 hamda 8 misollarni boshlaymiz. Demak, bizda mana bu joyda, mana 7-misolimizda yuzliklar xonasida 7 ta, o'nliklar xonasida 2 ta, birliklar xonasida 5 birlik bor. Mana shuni son ko'rinishida yozing deyilgan. Xo'p, qarang. Bizda demak 3 ta xona mavjud ekan. 3 ta xona mavjud ekan. Birliklar, o'nliklar hamda yuzliklar. Har bir xona bittadan raqamga dan iborat. Har bir xona bittadan raqamdan iborat. Demak, birliklar xonasiga 5 ni yozamiz. 5 birlik deyilgan. O'nliklar xonasiga 2 ni yozamiz, hamda yuzliklar xonasiga 7 ni yozamiz. Mana 725. Xo'p, keyingisi 5 yuzlik, 4 o'nlik, 9 birlik. 4 o'nligimiz 40 bo'ladi. 549. Demak, xuddi shunday qilib yozib chiqamiz. 549 soni. 386. 386. Juda ham oson. Endi mana bu misolimizni esa millimetrlarda ifodalang degan bu tarafni. Xo'p, biz millimetrda ifodalashimiz uchun, demak, bu yerda santimetr ham, detsimetr ham bor. Xo'p, biz kichkinadan kattaga qarab emas, kattadan kichikka qarab ishlashimiz kerak ekan. Demak, millimetrdan keyin santimetr, santimetrdan keyin detsimetr. Bizda eng kattalik bu detsimetr. Qarang, detsimetrdan santimetrga aylantirayotganimizda 10 ga ko'paytirishimiz kerak. Santimetrdan millimetrga aylantirayotganimizda uni ham 10 ga ko'paytirishimiz kerak edi. Xo'p, endi birdan detsimetrdan millimetrga aylantiraman desangiz, mana bu 10 dan 2 ta, ya'ni 100 ga ko'paytirasiz. 100 ga ko'paytirasiz. Xo'p, 7 detsimetrimiz necha millimetr bo'ladi? 100 ga ko'paytirsak 700 bo'ladi. 7 ni 100 ga ko'paytirsak 700 bo'ladi. Qo'shamiz. Endi santimetrdan millimetrga, ya'ni 2 santimetrimizni millimetrga aylantirishimiz kerak. 2 ni 10 ga ko'paytirsak 20 bo'ladi. Demak, 20 ga aylandi millimetrimiz. Mana bu santimetrimiz 20 millimetrga aylandi. Undan keyin 5 millimetrni qo'shamiz. Shunda 725 bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yuzliklar, o'nliklar, birliklar deb sonlarda, raqamlarda ifodalaganimiz bu yoqda detsimetr, santimetr, millimetrlarda ifodalanibdi. Shunga ham e'tiborli bo'linglar. Xo'p, endi 5 detsimetrimiz. Demak, detsimetr millimetrga aylantirsak 100 ga ko'paytiryapmiz. 5 detsimetrimiz 500 millimetr bo'ladi, to'g'rimi? 500 qo'shamiz. 4 mana santimetr. 4 santimetrimiz millimetrga aylantirib 10 ga ko'paytirib olishimiz kerak ekan. 4 ni 10 ga ko'paytirsak 40, 40. Mana bu 9 o'zi millimetrda. Demak, 549. Xo'p, 3 detsimetrimiz, demak, detsimetr 3 100 ga ko'paytirib millimetrga aylantiryapmiz. 300, 300 qo'shamiz. 8 santimetrimiz millimetrga aylantirib 10 ga ko'payyapti. Demak, 80. Mana bu 6 millimetr o'zi qo'shiladi. Demak, 386. Hammasi millimetrlarda ifodalanadi. Demak, mana bu misolimizda ham mana 3 ta 100, 8 ta o'nlik, 6 ta birlik degani 300 ga qo'shamiz 8 ni, ya'ni 80 ni qo'shamiz 6 ni degani, ya'ni 386. Mana shunday qilib yozsak, demak, yana ham to'g'riroq bo'ladi. Mana aziz o'quvchilar, demak, bu misolimizni ishlab oldik. Men esa keyingi masalaga o'taman. Keyingi masalada sizni, demak, daftaringizda, kitobingizda xo'p, uchburchak berilgan. Mana shu uchburchakni degan. Mana shu uchburchakni perimetrini toping degan. Daftaringizda kataklar, kitobingizda kataklar orqali mana shu uchburchagimiz belgilangan. Xo'p, yaxshilab e'tibor bersangiz, kataklarni sanasangiz, mana bu A dan B tomonimiz 9 ta katakdan iborat. Ya'ni 2 ta katagimiz bizda 1 santimetrni tashkil qiladi. Endi 9 ta katagimiz, demak, 8 tasi 4 santimetr, bitta katagimiz esa 5 millimetrni anglatadi, to'g'rimi? Demak, mana bu joyda 4 santimetr u 5 millimetrni tashkil qilyapti. Kataklarimizga yaxshilab e'tibor bersangiz, A dan B gacha bo'lgan masofa 4 santimetr 5 millimetrni tashkil qilyapti. Endi yaxshilab B dan C gacha e'tibor bersangiz 6 ta katakni tashkil qilgan. Bu esa 3 santimetrni
tashkil qiladi bizda. A dan C gacha esa 12 ta katakni hosil qilyapti sanab chiqsangiz. 12 ta katagimiz 6 sm bo'ladi. Mana shu uchburchakni perimetrini toping deyapti. Perimetr uchburchak deng. Har qanday geometrik shaklning perimetrini topish uchun uning tomonlarini yig'indisini topsak kifoya. Demak, 4 sm u 5 mm qo'shamiz. 6 sm qo'shamiz 3 sm. Demak, santimetrlarga santimetrlarni qo'shamiz. 4 ga 6 ni qo'shsak 10, 10 ga 3 ni qo'shsak 13. 13 sm. 5 mm bu yerda millimetr yo'q, bunda ham millimetr yo'q. Demak, 5 mm da o'zini yozib olaman. Mana shu uchburchagimizni perimetri 13 sm 5 mm ekan. Azizlarim, mana misolini ham, masalani ham sizlar bilan birgalikda bosh qotirib ishlab oldik. Tushungan bo'lsangiz albatta tushundim deb yozing, tushunmagan bo'lsangiz tushunmadim deb yozing. Men qayta tushuntirishdan erinmayman. Demak, doskamiz skrinshot bo'lib tashlanib beradi sizga. Siz videoni pauzaga qo'yib bemalol ko'chirib olishingiz mumkin. Xayrgancha xayrlashish oldidan aytaman, opisiyaga Telegram hamda Instagram kanallarimizni yozib qo'yganman. Albatta obuna bo'lishni unutmang. Endi xayrlashaman. Xayr, ko'rishguncha.